Tekshiruv uchun ajratilgan 10 daqiqalik vaqt sizni va oila a'zolaringizni katta xavfdan asrab qolishi mumkin. Ko'pincha yurak kasalliklari boshlanishida hech qanday alomat bermaydi, ammo oddiy tekshiruv sizni katta xavfdan asrab qolishi mumkin. Shuning uchun Kimchan klinikasi siz uchun 3 turdagi check-up dasturini taklif qiladi. Birlamchi yurak tekshiruvi 30 yoshdan katta insonlar uchun mo'ljallangan. Bu tekshiruv usuli yurak faoliyatini baholashda va kelajakdagi asoratlarni oldini olish uchun mo'ljallangan. Ikkilamchi yurak tekshiruvi yurak sohasida muammolari bor kasallar uchun mo'ljallangan va bu tekshiruv kasalliklarni erta aniqlashga va ularni asoratini oldini olish uchun mo'ljallangan. Va uchinchisi bu chuqurlashtirilgan yurak qon tomir tekshiruvi. Bu tekshiruv yurak qon tomir kasalliklari bor bemorlar uchun mo'ljallangan. Bu tekshiruv usulimiz bemorlarda asorat rivojlangan yoki rivojlanmaganligini aniqlab beradi. Yuragingizni bee'tibor qoldirmang.